Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. 2025-yil 31-dekabrdan 2026-yil 1-yanvarga o'tar kechasi Xerson viloyatining Xorli qishlog'ida fojiali hodisa yuz berdi. Rossiya rasmiylari bu voqeani terrorchilik harakati sifatida baholamoqda. Ularning bayonotlariga ko'ra, taxminan yarim tunda yangi yilni nishonlayotgan tinch aholi bo'lgan fuqarolik obyektlari, kafe va mehmonxonaga zarbli uchuvchisiz uchish apparatlari, dronlar orqali hujum qilingan. Kamida 3 ta dron qo'llanilgani, ulardan biri taxminan termit turidagi yoqib boruvchi jangovar qismga ega bo'lgani aytilmoqda. Zarba va undan keyin kelib chiqqan yong'in oqibatida bino olov ichida qolgan. Bu esa odamlarni evakuatsiya qilish va qutqaruvchilar ishini jiddiy qiyinlashtirgan. Yong'in faqat tongga kelib to'liq o'chirilgan. Tergov qo'mitasi va mintaqaviy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, halok bo'lganlar soni kamida 24-27 kishini tashkil etadi. Ular orasida voyaga yetmaganlar ham bor. 30-50 nafardan ortiq kishi turli darajadagi jarohatlar olgan. Kamida 5 nafar bola shifoxonaga yotqizilgan. Rasmiylarga ko'ra, qurbonlarning bir qismi yong'in ichida qolib ketib, kuyish va tutundan zaharlanish oqibatida vafot etgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning ta'kidlashicha, Xerson viloyatidagi mehmonxona va kafega qilingan hujum Kiyev rejimining neonatsistik nafratini va insoniylikdan voz kechish jarayonining geometrik progressiya asosida kuchayib borayotganini ko'rsatadi. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev esa Xerson viloyatidagi hujumni tinch aholining ataylab o'ldirilishi deb atab, uni 1943-yilda Xatinda sodir bo'lgan fojia bilan qiyosladi. Bundan 80 yildan ortiq vaqt oldin 1943-yil 22-mart kuni fashist yirtqichilari Xatinni yoqib borgan edi. Xuddi shunday tarzda Xerson viloyatida yangi yil kechasida tinch aholi ataylab va shafqatsizlarcha o'ldirildi, dedi Medvedev. Rossiya rasmiylari va mintaqaga tayinlangan ma'muriyat zarba ataylab fuqarolik obyektlari va tinch aholiga qaratilganini bildirib, sodir bo'lgan voqeani terrorchilik harakati va harbiy jinoyat sifatida baholadi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi va boshqa rasmiylar BMTni ham o'z ichiga olgan xalqaro tashkilotlarni voqeani ochiq qoralab va aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Mintaqada motam tadbirlari e'lon qilindi. Ukraina tomoni nashrlari Xorliga berilgan zarbada aloqadorlikni na tasdiqlovchi, na inkor etuvchi rasmiy bayonot bermagan. Xalqaro va xorijiy ommaviy axborot vositalari voqea tafsiloti va qurbonlar soni haqidagi ma'lumotlar asosan Rossiya rasmiy manbalarining bayonotlariga tayanishini va xalqaro kuzatuvchilar tomonidan mustaqil tasdiqlanmaganini ta'kidlamoqda. Davom etayotgan qurolli mojaro sharoitida tomonlar voqealarni turlicha talqin qilmoqda. 2026-yil 1-yanvar kuni Yangi yil bayrami nishonlanayotgan paytda Shvetsariyaning mashhur tog' kurort shahri Kran-Montanada joylashgan kafe-barlardan birida og'ir fojia yuz berdi. Mahalliy vaqt bilan taxminan tungi soat 1:30lar atrofida muassasa ichida yong'in chiqdi. O'sha vaqtda kafeda ko'plab odamlar, asosan sayyohlar va yoshlar, yangi yilni kutib olayotgan bo'lgan. Yong'in juda qisqa vaqt ichida kuchayib, bino ichini qalin tutun va alangaga to'ldirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in ichki bezak elementlari yoki bayram paytida ishlatilgan pirotexnik vositalar bilan bog'liq ehtiyotsizlik oqibatida kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ayrim guvohlarning aytishicha, stol ustida yoqilgan 3 kunli shamlar yoki shampan shishalariga mahkamlangan maxsus yondiruvchi bezaklar yuqori qismdagi yonuvchan materiallarga tegib ketgan. Natijada olov bir zumda shift va devorlarga tarqalib, chaqmoqdek yong'in holati yuzaga kelgan. Binoning ichki tuzilishi va chiqish yo'llarining cheklanganligi vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Asosiy chiqish tor bo'lgani sababli odamlar orasida vahima yuzaga kelgan. Ko'pchilik tutundan bo'g'ilib yoki yiqilib qolgan.
Qutqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, ayrim mehmonlar yong'in juda tez tarqalgani sababli tashqariga chiqishga ulgurmagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yong'in oqibatida 40 nafar kishi halok bo'lgan, 115 nafardan ortiq kishi jarohatlangan. Jarohatlanganlarning bir qismi og'ir ahvolda shifoxonalarda davolanmoqda. Halok bo'lganlar orasida chet el fuqarolari va yoshlar borligi qayd etilgan. Shveysariya huquq-tartibot organlari mazkur hodisani terrorchilik harakati bilan bog'lamayapti va uni fojiali baxtsiz hodisa sifatida ko'rib chiqmoqda. Hozirda yong'inning aniq kelib chiqish sabablari, xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani hamda muassasa egalarining mas'uliyati bo'yicha keng qamrovli tergov olib borilmoqda. Mamlakat rahbariyati va mahalliy hokimiyat halok bo'lganlarning oila a'zolariga chuqur hamdardlik bildirib, jabrlanganlarga har tomonlama yordam ko'rsatilishini ma'lum qilgan. Ushbu fojia Shveysariyada so'nggi yillardagi eng og'ir yong'in hodisalaridan biri sifatida baholanmoqda. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.